Assalamu aleyküm. Bütün dünyadaki Uyg'uriston ve Sharqiy Turkiston deb atılıp kelgan bu vatanning egisi bo'lgan Uyg'ur qarindoshlarım. Men Rabia Qodir onanglar. Bugun sizlarga rasmiy olganmi bir shum xabarni anglab ekranda ko'rishga chiqdim. Ishonmayman undaq bo'lishiga. Imkon bor, Xudoyim undaq emas bo'lib chiqsin. O'zinglar bilasizlar, men 90-yillar, 88-89-yillar yerlarni elib yurib, 90-yillar hech kim Xitoy davlati bo'yicha bir o'choq silishdan qo'rqadigan vaqtida Uyg'ur xalqim uchun bir binoni qad ko'dirib, Uyg'ur tijoratchilarimni men aşı hammasini mishadi tijorat, pokiz tijorat qildigan qilaman. Shularga manfaat yetkazaman. Ularni tijoratga yetaklayman. Ularga yordam qila olishim qilaman deb men shu savdo saroyini tirnoqlarimni qanitib, oz bo'lmagan ahonat, tuhmat va g'iybat, shikoyat, zulm, besim, Xitoyning siyosati har xil o'tganlardan shundoq chidab devimni tishlab o'tib bu savdo saroyini tiklagan edim. Birisi Rabia Qodir savdo saroyi, ikkinchisi qizim Aqidaning ismi qo'yilgan Aqida savdo saroyi. Rabia Qodir savdo saroyi tegidiki aşı yarastı uyi bilan 7 qavat 1000dan ortiq odam tijorat qilatdi. Oldi keynida yenidiki 3 qavatli bo'lib. Endi uning oqidan Aqida savdo saroyi tegidiki yarastı 2 qavatdan qo'sh qavatga 14 qavat. Üstü 12 qavat. Uningda ham tijorat, ham boshqa tijorat va boshqa adam o'tiradigan, yotoq qiladigan hamma narsa bor. Qarindoshlar, bugün ben bunun şun xabarini anglayapman. Men ishonmayman. Xitoy bir hokimiyat, bir hukumat, mayli eski olsun, mayli yaxshi olsun, bir davlatni egallab, dunyo davlatlarining qatorida men oldingi davlat deb turayotgan bir davlat, bir ayol onaning, bir o'zi izlayotgan bir millatning, o'zi manfaatini yaratgan bir davlatning besvaga yaning, igisining mushundaq bir ayol kishining, bir onaning emgi kirgan bu hazırki bahada, şu 5-10 yıl içindeki bahada 248 milyon dolarlık bir mülkni bir moçan pul vermey, çıkıp etadiğanga, ya ki igistin sormay, ya ki bir fikir almay, çıkıp etişime işlenmey ben. Xitoy hükümeti deyişi mümkün. Ben ballarının kolunu koydum, ya ki Rabia Qodirning turmudu kolunu imzasını aldım, ya ki mabalısının imzasını aldım. Turmuda mınlıgan narsaga mecburi imza koydurdu. Yo'q deyolmaymiz. U kuchga ega emas qarindoshlarım. Men turmudan chiqib chet elga menga chiqish to'g'ri kelganda Xitoy bir parcha narsani aklib, "Men ziminingni chaqimiz, menga qo'l qo'ydi, men qo'l qo'ysam kuchga ega." Ballarimni u yerda qo'l qo'ydigan bo'lsa, u mening ballarim hukm ostida, o'lim ostida, oldi o 7 yil, keyli 12 yil, lager turma, uning keyli 5 yil qolgan singillarim o'lib turmada qolganlari chaloluk yotidi. Bula hiç dersi yok deyişke qadir emas qarindoshlarım. Nimaga qo'l qo'ydi, qo'l qo'ydi. U kuchga ega emas. Undaq mahkum bir millatni qo'rqitib qo'l qo'ydirib, mening savdo saroyimni portlatib yoki cheqib qilgan bo'lsa, meningcha Xitoy hukumatiga bu yarashmaydi. Hem mumus qilishi kerak butun dunyo oldida. Bu iqtisodiy tijorat masalasi. Bu dunyo tijoratinin qatoridagi bir odamman. Xitoy hukumati o'zi meni 7 milyonlarının bir sıkılıp, kitaplarının teşiğe putlarımın tıllalarını keçip, Xitoycha kitaplarda çıkargan. Xitoy hükümeti chet eldim, Bill Gates efendim kelgan vaqtida ekilip mening aşı savdo saroyimda kutib olgan. Mening savdo saroyimda mening savdogarlarim va san'atchilarim, mening xalqim hammasi kelib qarshi elib, bir kecha kunduz biz suhbat o'tkazgan dunyoning 14 cho'ng tijoratchisi bilan. O savdo saroyida her qitimda minglab adam bulup 10 minglagan tijoratchi, hatta 100 minglagan tijoratchilar yetishib chiqqan. Biz o savdo saroyida 1000 ana savdo shirkatini qurib chiqqan. 1000 ana savdo tashkilotiga bütün avtonom rayonning ziyolilari, o'qituvchilar, yozuvchilar, olimlar, inqilobchilar savdo saroyimning 5-qavatida, 6-qavatida, 4-qavatida o'rin olgan. Şu yığında götürüp savdo saroyining yeniga 1000 ana binasını salamiz degan
Qarindoshlar, endi mushu Savdo Sarayının 6-cı qavatida yana biz cho'ng bütün tijoratchilarni chaqirib, bütün xalqimizga yana jakalagan bu Savdo Sarayga O'tkir efendim tatip, Turg'un Almasdan tatip, Ahmetcan Qosımning ayoli Maynur xonimdan tatip, hatta Abdunum rayonining raislardan tatip, Yusuf Aysadan tatip, bütün hammasi zodi hech qas qolmagan, bütün pish zo'rdan sabir, hamma peş qadam yazgıçılarımız Osmanzan Saud, Nurim Sabracı, san'atkorlarimiz hammasinin muhabbeti va bağlangan Savdo Sarayımızın etiketi biz bilan tang taraqqiy qilgan qarindoshlarimiz. Bu Savdo Saray hergiz Savdo Saray emas. Bu Savdo Saray Uyg'ur xalqining Urumchida birdan bir milliy bino bo'lib, maydasini ko'tarib turgan bir ruh. Bir ruh. O benim ruhum Uyghur halkının şu devirlerde hatta Xitay bir uçak salanmaganda iki binanı silip tiklep özünün Uyghur halkını korkmay Xitay'nın zulümünün içinde bir başka milletin kirgizmey bütün Uyghur ve Türkiye halklar bilen bazanı baza kılalıgan birdim bir insan bizdik qarindoshlar. Mening aqida Savdo Sarayım bilen eğer Rabia Qadir Savdo Sarayını Xitay çaqmagandır. Eğer çıkıp etken olsa bu iş bek çoğun olup getidi qarindoshlar. O nima maqsad bilan chaqidi? Mening xalqimning qalbiga mush urish uchun chaqidi. O nima maqsad bilan chaqidi? Xalqimning ro'yini sundirish uchun chaqidi. O nima maqsad bilan chaqidi? Xalqimning aqlliq yetishgan korxonchilari mayli ilida olsun, o'ylab biqinglar. Meyli başka yerde olsun, bütün şirketçiler danqı çıkan halk için hizmet kılanlarının hemmisini turmuğu taşlap, öldürüp, ziminlerini uyan buyan kılıp özden Xitayları sattı. Ben ma halkarada boğallığım için, meninkini Amerika taşkı işler bilen, ministerleri bilen boğan kelişimleri boğallık için hazırgıcı çakmayı tuğan. Ben hazır Savdo Sarayını Xitay Uygur'un royuğu zərbi beriş, menin royumğu zərbi beriş, ya ki ondak, ya ki bundak məqsəd bilen çaqqan bolsa, ben bu işin sürüştüsünü qılıman, bu iş bək yoğunap getidi. Ben çıraylık uyumda ottağan, çıraylık ballarımı bekip yazdığan kitaplarımı yazıp, yol düşün bilen ben öyde oturab atdım. Xitay eğer meni yakamdan elip yanı açıqıp, yanı men bilen can qılmaqçı bolğan bolsa, o Savdo Saray menin xalqimning her bir ötkende royu uzuq bulduğun Savdo Sarayını çıqqan bolsa, men tayya Xitayga. Qarindoshlarım,